Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yili 1-oyda birinchi qitim nashr qilgan tarixiy roman Anjambay. Avtori Nurrozi. 17-bob. Jamoliddin siz qayerda? 1945-yili yoz fasli. Anjambay turmadan chiqqan kuni Qosimbayning uyida faqat bir kichila qo'ndi, mungdashdi. Lekin ularning mungdashadigan yurak so'zlari texi tugamasdilla tang etib qoldi. Shundoq bo'lsa-mu, u atigandila aldirash yo'lga chiqdi. Qosimbay zo'rlasimi, xafa bo'lsa-mu, yana bir kecha qo'nib berishga zadila unimidi. O'zir xohlik aytib otga minib oldi. Qosimbay ilojsiz qilib ko'ngli yerim bo'lgan holda o'zining bu jahil og'inisini uzitib qo'yishga majbur bo'ldi. Anjambay shu kuni oqshimila opalga kelib bo'ldi. Ota-onasining uyidimi bir kechila qo'nib, qoq sahardila ular bilan xo'shlashdi-da, Toshqo'rg'onga qarab yo'lga chiqdi. Ota-onasi xafa bo'lib uning oldini to'sib oldi. "Voy balam, undaq qilma, ketma, turmada 3 yilgacha toza azob tortding. Endi o'z uyingda bir necha kun bo'lsa-mu aram xudo yetib, obdan aram ilib olgin. Urug' tuqqan el og'ina tonish bilishlar bilan ko'rishib olgin. Ular seni xo'p sig'indi. Texi oqshomla kelding-ku. Shu topda yana ketaman desang, toza qamlashmaydi-jumo." Lekin uning to'sib olganga to'xtaydigan undaq ma'qulchi odam emasligi hammaga ayon edi. U ancha oson yo'q demaydi. Lekin u yo'q dedimi bo'ldi. Hargizmi ma'qulga keltirishga bo'lmaydi. Shu topda uning ashundaq johil mijozi yana qo'zg'aldi-da, ota-onasiga qarab yolvurishga boshladi. "Rahmat, bo'ldi. Endi meni to'smanglar. Bak zo'rur ishim bor edi. Uning ustiga havo jahon bak isib ketdi. Ehtimol kelkun kelib tog' yo'llarini buzvatgan bo'lsa, ma'lumay qolarsanmikin? Bizni ansirtib, xotirjam bo'linglar. Yo'l tepiladi. Mening issiqim bundaq issiqni besib tushdi. Shu topda men qizib, o't bo'lib ko'yayotman. Do'zaxning o'tidanmi qo'rqmayman." degandek, tog'dan kelgan kelkunsiyi yo'llarni buzvatgan edi. Anjambay uyan aylanib, buyan cho'rgilab yurib, tog' davonlardan eshib, daryo jilg'lardan kesib o'tib, bir hafta yo'l yurib, aran taslikda Toshqo'rg'onga yetib keldi-da, Jamoliddinni izlashga kirishib ketdi. Toshqo'rg'on qatmuqat geralishib ketgan, xuddi tiqma-tiqmoq bo'lib cho'rgilishib yetishgan to'ga padalaridek egiz past ko'rinadigan tog' tizimlari orasiga joylashgan bozori kichik yurt mahallalari shalong, lekin yayloqlari poyonsiz kengri, to'xtamay suv eqib turadigan daryo jilg'lari xuddi qon tomirlardek bir-biriga kirishib ketgan, bo'ron chapqunliq, chang to'zonliq, sovuq shamol chiqib turadigan zamin edi. Anjambay Jamoliddinni izlab bu poyonsiz zamindagi seriq tosh, qo'zg'un, sarjilg'a, tiznab, tag'arma, daftar, ko'kyar, vacha, baldir, qo'g'ushluq, maryon, datung, burum sallarni araladi. Egiz tog'lardan oshdi. Cho'nqur daryo jira jilg'alardan o'tdi. Poyonsiz yayloqlarni kezdi. Qo'y, qo'taz, tira, qar laylasi, qantepar, lachin dana, mehri giyalar sodisi qilgan bo'lib bilib, kishilarga sap soldi. Gap so'zlarga quloq soldi. Hatto turg'unning digini bo'yicha Jamoliddinning rangi ro'yini suratlab berib, mushundoq bir odamni ko'rgan ko'rmaganligini bilish uchun kishilarning og'zini tatilab baqdi. Lekin Jamoliddinning derakini zotila ololmadi. Shundoq bo'lsa-mu, uning ismining Jamoliddin ekanligini, elidan bu tarafga qo'zg'olon ko'tarish uchun tayyorlik qilishga kelganligini ig'izdan chiqarishga hozircha bo'lmaydiganligi Anjambayga nihoyatda ayon edi. "Yo'q, unda qilishga hargiz bo'lmaydi. Navoda shunda qilib saldigan bo'lsalar, shu kunlarda eli tarafdan bu taraflarga kelgan inqilobchilarni lalma itlardek purab izlab yurgan dushmanlar bilib qoladi." Bir kuni u Toshqo'rg'on bozorida kishilarga sinchilab yurganda, oldi tarafdan 10 necha otliq askar ikki tuga harvisni oldiga silib haydab kelib qoldi.
U shundoq qarabla harvonlarga liq ov miltiqlari beslaganligini ko'rdi. U harvonlarning orqasidan yuz ko'zlari yerilgan, ko'kargan, ba'zilari oqsigan, yana ba'zilari qo'llarini bo'yinlariga esib olgan holda 20-30 dak odam agishib kelyotdi. Anjambay bu bechoralarga nima balo qazo kelgandi? Miltiqlar ashularga o'xshaydi deb o'ylab hayron bo'lib turganda 20-30 qadam nerida ularga agishib oqsab kelayotgan bir tojik buvayga ko'zi tushib qoldi. Anjambay asta kelib u buvayga salom qildi-da, uning bilan yondashib billanmadi. Beshi bilan harvonlarni sharatlab ko'rsatib, "Bu nemish?" deb so'radi. "Nemish bo'ladi?" dedi buvay, yuz ko'zlaridagi yosh yo'qlarini surtgach ming'itib. "Texicha uqmabsiz-da, miltiqlarni yig'ib olamiz" dedi. "Bermasak urdi. Anglsak texi vachida 2 odamni etib tashlabdimish. Lang'iziga berib, yolvurib baqsa qaytirib berarmikin deb o'ylab agishib kelyapmiz. Hay, yomon bo'ldi. Biz ashu miltiq taynib ovchilik qilib jon beqiyotsak." Buvay shundoq debla yig'lab saldi. Anjambay chuch joyida to'xtab qoldi. "Apla, chataq bo'pti. Dushmanlar qo'zg'alonning shapisini sizib qopti. Bo'lmasa miltiqlarni nimishqa yig'ib oladi. Bo'lmadi. Miltiq egalariga darhol xabar qilish kerak." Uning o'zining miltiqi Bulun ko'ldagi Bagmurod degan qirg'iz og'inisning uyida edi. U bu miltiqni Haydar Bayvachidan tutib olgan edi. Bu ishning bo'lib o'tganiga mana hozir bir necha yil bo'lib qoldi. Lekin bu ish toki hozirgacha uning esidan chiqmadi. Bu dal u miltiq xumarligida taraf-taraflarga qatirab, tuzukrak biror miltiqqa erishilmay, ko'ngli yerim yurgan chog'lar edi. Bu qara qishning qahridan sovuq kunlari edi. Ustixonliq, qaramutuq, kak saqal bir nochi 7-8 dak odamni agashtirib Opal bozorga kelib qoldi. U juma namozidan yinib chiqqan jamoatga qarab turib, varqirab so'zlashga boshladi. "Mening ismim Haydar Boyvachcha, Bagning o'g'li bo'laman. Men bu yerga sizlarning marganlik mahoratinglarni ko'rgili keldim. Opalliqlar o'zlarini qaltis nochi margan hisoblaydi ekan deb angladim. Nochimo yoki pochimo? Qani bugun ko'ramiz. Anglasam sizlarning Anjambay degan odamlar o'zini qaltis margan hisoblab, maydisiga mushlab yurmish. Men ashu marganning nochliqni ko'rmoqchiman. Sharti mushu miltiq bilan o'qni 20 qadam ariqdan mistacham pulning to'shkiga tekkizish. Agar degan nishonga tekkizalsa, mushu qimmat bog'liq miltiqimni uningga berman. Navoda tekkizalmasa, uni eshak qilib minib, mushu masjid oldidagi maydonni 4 qitim aylandirman. Bu mening butun opalliqlarni eshak qilib minginimga o'xshash bo'ladi. Buningmi yoqdisa 10 kala setib olg'udak pul olaman." Shu chaqda opalliqlarning po'chiligi oshkorlandi. Yuzi to'kilib sharmanda bo'ldi. Navoda yo'q bo'ldi. Biz degan og'zimizda shahar oldigan, qo'limizdan ish kelmaydigan, pulimiz yo'q. Qizil shalpar ishdan kiyib yurishga loyiq po'chilarmiz. Maydonga tushmaymiz. Yengilganga tan berib pul to'laymiz. Qizil shalpar ishdan kiyib eshak qilib minishga rozimiz desanglarmi mayli. Qani ikkisidan birini tanlanglar. Ixtiyor o'zinglarda. Opalliqlar hayron qoldi. Bir-biriga qarashib turibla qilishdi. Bu noahlining gapi qaraganda maydonga tushmay pul to'lasimi qutlug'ili bo'lmaydi ekan. Uning ustiga yana tixi eshak qilib minishga rozi bo'lib turib berdikanmiz. Voy xudoyim, jahonda tixi mundaqmi beshamlik, rahimsizlik bo'ldikina? Bo'pti, maydonga tushsin deyli desa tixi bo'lmaydi. U mistacham pulning to'shki chashqanning ko'zida kichikkina tursa, qadam ariqdan dachanning o'zini ko'rish ta'sir tursa, o'qni u to'shikka qandoq tekkizgul bo'ldi? Xudolik jahon bu. Navoda o'qni to'shikka tekkizolmay qolsa, hammamiz eshak degan nom ataqqa qolamiz. Yo, tushmasin degili texi bo'lmaydi. Pochi, qo'rqinchoq degan saatbat nomga qilib sharmanda bo'ladi. Yuzi to'kiladi. Bu opalliqlar uchun nomus. Tekkizolmadi degandan ko'ra maydonga tushkili o'nmidi degan ataqqa qolsin mayli. Bu guyning xo'rlishiga qarab turamdiq, toza adablab qo'g'li o'tish kerak.
Dal shu chog'da Anjanboy o'ttirg'a chiqdi. Uning g'azabdan tishlari o'chirlaydi. Burutlari lik-lik titraydi. Boshqa chaqlar bo'ladigan bo'lsa, ay-hay, ko'ring tomashini. Odam xorlaydigan bu munofiqni shu topda u toza adablab obdalla dekkisini berib, ko'tiga tepib qo'g'ilvatgan bo'ladi. Lekin u bu qitim opalliqlarning yuz obro'yini ko'zlab unda qilmadi. Lekin uning qo'lidagi miltiqqa tikilib qarab turib qoldi. U ichida to'xta, bu noahlining yilini chiqarib, yo'g'onchiligini ko'ziga ko'rsatib qo'yay deb o'yladi-da, xo'rliqqa chidab g'azabini besib, uning qo'lidan miltiqni oldi. "Geping hesab-a?" dedi uningga tikilib qarab. "Yeni oldigan bo'lsang, menmi sanga qizil shelpar ishdan keydiraman. Seni eshak qilib minib, mushu maydonni 10 qitim aylandirman. Yana shunimi bilib qo'yginki, qutib olsam miltiqnimi olaman. Ham seni texi eshak qilib miniman. Mushu maydonni 10 qitim aylandirman. Uqdingmi?" Haydar boyvachcha marganlikda opalliqlarni yerga qaratish, ko'p pul tutib olish uchun 20 qadam oraliqdan o'qni dachan pulning to'shkiga tekkizishni shart qilib qo'ygan edi. Uningcha bo'lganda bundaq uzun oraliqdan o'zini men degan har qanday usta marganmi tekkizolmaydi. Boshqa yurtlarda mushundaq usul bilan kishilarni xo'rlab, ko'p pullarga erishib, o'z ko'nglini xo'sh qilib yurgan chaqlarda berarmi margan bundaq 20 qadam oraliqdan emas, balki 15 qadam oraliqdanmi tekkizolmay iza ahonatga qilib nurg'un pul to'lab ketgan edi. Shunga u bugun hech qanday ikkilanmayla 100 tillaga olgan bu miltiqni do'g'a tikdi. "Bo'ladi", dedi u kishilarni xo'rlash, pulga tashnab bo'lgan ko'ngilni qandirish tamasida ko'ranglik bilan maydisiga mushlab, "Gepim hisob, oshnonni ig'zimizda yeymiz. Gapmi ig'izdan chiqadi. Lavzimiz lavza." U shundoq debla bir tüp suvadan terakning odam bo'yi egizlikdagi joyiga bir dona misdachan pulni bir necha tal mix bilan cho'rdib, mixlab bekitdi-da, yo'g'on chamdab, u terakdan 20 qadam neriga tayoqda jijilab bir siziq sizdi. Ondan Anjanboyga mansitmaslik bilan qarab aytdi: "Eshak bo'lug'ingiz kelgan bo'lsa, qani boshlang. Orliq manimi shu?" Anjanboy gapmi qilmay miltiqni qo'lga oldi. Xali uzun sinchilab qarab, qarg'a oldida "Bismillah" deb tepkini shaqqida besivatdi. Gum qilgan ovoz bilan tang u terak sal-pal lingshigandek bo'ldi. "Voy xudoyim, xudo o'zing madad qilg'aysan" deb ansirib, dakki-dukkida turishgan jamoat shu hamon gurrida kelib terakka mixlangan dachan pulning to'shkiga qarashdi. "Pa, xudoyim madad qilib mo'jiz yuz beribdi" degandek, o'q jamoatning orzu qilganidekla u misdachan pulning dal to'shkidilla kirib ketgan edi. Miltiq Anjanboyga qoldi, lekin u Haydar boyvachchini eshak qilib minmadi. Jamoat xushal bo'lib, gul qaqalari ichilgan holda g'ulg'ula qilishib qoldi. "Yo'q, Anjanboy undaq iflos odam emas. Odamni undaq eshak o'rinda ko'rmaydi. Shunda u bizni hargiz yerga qaratmaydi." U shuningdan keyin yurtidagi ko'ngilsizliklardan xoliroq turish uchun iliqi miltiqni o'ziga hamroh qilib, tog'larda o'lab o'z ko'nglini xush qilib yurdi. Bir qatim bir haftada kiyikdan 5ni o'vladi. Birini Begmuratga qoldirib, qolganini ota-onasiga olib berish uchun otga ortib, opalga qarab yo'lga chiqdi. Lekin ot bu ig'ir yuklarni ko'tarolmay injiqlab qoldi. Aslida u ishtiyoqida opalga beribla yana qaytib kelmoqchi edi. Shunga yukni yengiltish uchun ba'zi lozimliq laqal-luqalari bilan miltiqni qoldirib qo'yishga to'g'ri keldi. Lekin kim bilsin, u opalga kelib texi bir necha kun o'tar o'tmayla turmaga qamilib qoldi. Shuningdan keyin Begmuratning uyiga borolmadi. Mana endi bormasa bo'lmadi. Kishilar askarlarning miltiq yig'ayotganligidan xabar topsin, miltiqlarini obdan yo'shirib qo'ysin. Mana endi miltiq toza asqatadigan payt yetib keldi. Anjanboy Bulon ko'liga kelibla Begmuratning uyiga tushdi. Ular ko'rishmagili 4 yildan oshgan edi. Bir-biri bilan xuddi
bir tuqqan aka-ukalardek quchoqlashib, yig'ilishib ko'rishdi. Hal ahvol so'rashdi. Anjambay turmining xuddi qabohatlik tushdek etinishliq turmush hayotini bayon qilib berdi. Begmuratning qisiq ko'zlarida yosh lig'irlab qoldi. Sen bilan uzoqcha ko'rishalmadim. İzdirkanımı alalmadım. Keyin turmaga qamlib qolganligingni angladim. Qancha qatim seni yo'qlab kelay deb o'yladim, lekin yolg'izlik qilib qoldim. Men beqivatgan mallarning hammasi kishilarning mallari bo'lganlikdan tashlab ketolmadim. Qashqarni mo bilmayman. Uning ustiga o'g'lim Shig'ay hasharga tutilib qolg'ili 1 yildan oshdi. Hozirgacha qo'yib bermay ishlatyotdi. Hey, kun olmoq mushkullashib ketdi. Xudo buyuribdikan, har nim bo'lsa biz yana ko'rishdik. Hashar 1 yilgacha tugmaydigan qandoq hashar ekan u? Qandoq hashar bo'ladi? Askarlarga gazarma yasaydigan hashar bo'lmamdi. Anjambay aka, dedi Shig'ay uning miltiqini surtibdi o'ltirib. Toshqo'rg'onga biror zo'ri ish bilan borgan o'xshaysiz-a? Bo'lmasa turmadim buguni chiqib, atisla bundaq aldirab, alman-talman Toshqo'rg'onga chapmaydingiz. Shundaqmi? Ha, bir natunish odam izlab, olsam u katta boy savdogarmish. Uning bilan sheriklashib tijorat qilaymikin deyman. Shug'insi u odamning ismini olgan, lekin o'zini ko'rmagan. Uni izlab bormagan joy qolmadi, topolmadim. Ha, mundaqdan bizning bu taraflarga mo savdogarlar kelib turadi. Siz izlagan odamni uchirtib qolsamlar, men sizga xabar qilay. İsmi nima ekan u odamning? Jamoliddin. Jamoliddin? Ha, Jamoliddin. Savdogar? Shundoq, katta savdogar. Shig'ay tengir qilgan holda Anjambayni burun ko'rmagandek, uning bilan tanishmaydigandek, uni xuddi hozir ko'rayotgandekla uningga sinchilab qarab turib qoldi. Bir hazodan keyin, "Isit, siz degan u odamni men ko'rgan bo'lsam, sizga deb beratdim. Ko'rmabdikanman", deb birdam jimib ketdi. "Nim bo'lding? O'ltirib qolding-ku?" "Ha, voy yaqay, sizning bu miltiqingizda karomat obdan jumo. Men uning bilan haplashib yurib, xili ustamargan bo'lib qoldim. Sizdek o'qni dachandan to'shkidan o'tkazolmasammi, har holda kiyik bo'rlarga tekkizoladigan bo'lib qoldim. Belli, toza obdan bo'pti. Ustamargan bo'lgandila dushmanni oson joylag'il bo'ladi. Mergenlik maharetini ko'rsatadigan payt keldi. Yaraysan yigit." "Payt? Qandoq payt u? Vaqt kelganda bilasan, oz qoldi." Shig'ay engikini yulab bir hazo o'ltirib ketib, tuyuqsizla kulib soldi. "He, sizmizda bo'shang odam emas ekansiz jumo. Ya o'lim, ya ko'rim tijoratiga tushadigandak o'xshaysiz. Qandoq deysan? Tijoratchi degan savdoninglar gapini qiladi. Sizdek dushmanni yo'qotish, miltiqlarni obdan saqlash, merganlik maharetini puxtalash degandek, undaq jon bilan o'ynashadigan gaplarni qilmaydi. Hey, Anjambay aka, qo'yingiz sizni. Chandurib qo'ydingiz. Gapingizdan g'arzingiz oshkorilib qoldi. Meni undaq do'chchag'limang. Lilla non tigidigan gapni qilsaq, sizning qo'zg'olon ko'tarish g'arzingiz bor ekan. Hiliqi Jamoliddin degan u odamni cho'qim teping. Obdan izlasak cho'qim tepiladi." Anjambay aldiraydi. U shu oqshimla ota-bola ikkisiga Toshqo'rg'onda ko'rgan askarlarning miltiq yig'vatganlik ahvolini yana bir qitim so'zlab berdi. Oxirida u, "Hukumat mushu yaqinda Toshqo'rg'onda biror o'zgarish bo'lganligini bilib qopti. Bo'lmasa, o miltiqlarni nimchqa yig'ib oladi. Shunga miltiqi barlarga darhol xabar qilinglar. Ular o miltiqlarni puxta o'chirib obdan saqlasin", deb topiladi. Ondan o'zining miltiqini teriga yo'gab qotandiki, qig'ning ostiga ko'mdi. Atsi atiganda Shig'ay ko'rinmadi. Anjambay ilojsiz faqat Begmurat bilanla xo'shlashib yo'lga chiqib ketdi. Ala ayg'ir larzon yo'rig'iga tushdi. Sap havoliq, tep-tinch, mehri issiq, jonga rahat, tanga shifoliq bu kangri zaminning xuddi tiqma qisilishib yetishgan mol podalardek egiz-past ko'rinadigan qatmuqat tog' davonlari bir-biriga agri-bugri tutishib ketgan daryo, jilg'a ko'llari, qishmi yoz ko'p-ko'k ko'kirib turadigan qarg'ay zarliqlari, shalang mahalla,
payansiz yayloqlari uningga obdanla tonishliq edi. Kichkida uni dadisi bu joylarga to'la ilib keladi. Tahir, Zohirlar bilanmi billa kelib o'ynagan edi. Qur'oniga yetgandimi necha qitim bu joylarda chilishlarga, ot baygilariga tushgan edi. Shuningdan biri bu joylar uni mabdun qilib o'ziga tartibla turadi. Shunga ko'ngilsizliklarga yo'liqsa, u bu joylarga kelib xaramush, g'ash ko'nglini aram topqizadi. Ashu qabohatlik yillarda ailasi bilan yurtida yuz bergan ko'ngilsizliklardan xoli bo'lish uchun mushu tog' davan, daryo jilg'alar orasida ovchilik, tirikchilik bilan shug'ullanib, o'z ko'nglini xush qilib yurgan edi. Bundan keyinmi mening ko'nglim mushu yerlarda yayraydi. Voy, bu tog' davan jilg'alarni bo'ktirmay qo'yishga nima degan apchil joylar bu? Ah xudo, meni Jamoliddin bilan baldurroq ko'rishtirgaysan. Anjambay bo'ron yomg'irga qarmay Gaz daryosining yaqin jilg'alarini bo'ylab minib, Gaz, O'ytog' og'zi, O'ytog', Qoratash, Toshmiliq, Kapatog', Chalmiriq, Chuluq boshlarining mahallalarini aralab, yayloqlarni kezib yurib, tonish bilishlari bilan mundashdi. Ularga miltiqlarini obdan saqlashni, boshqalarga mu xabar qilib qo'yishni topaladi. Andin opalga yenib kelib, urug' tuqqan al og'inlari bilan jam bo'ldi. Ular bilan mundashib tongni atqizdi. Ularga mu o'xshashla yana shu gapni takrar topaladi. Miltiq lozim bo'ladigan payt keldi. Obdan saqlanglar. Boshqalarni mu xabarlantirib qo'yinglar. Anjambay bu qitimmi opalda uzoq turolmadi. Jamoliddinni tepish taqozoligida ichi titildab bo'lolmay, Toshqo'rg'onga yana keldi. Bu odamni Toshqo'rg'onda degan edi. Uni izlab borgan tog' davonlar, daryo jilg'alar, payansiz yayloq, shalong mahalla, bozorlar qolmadi. Lekin hech qanday yerdan uning deriki bo'lmadi. Yoki qo'zg'alonning kichikkina bo'lsa-mu, birar taraq turuq shapsimi bo'lmadi. Bu qitim u ilojsiz uni ismini atab izlashga majbur bo'ldi. Men bir savdogar shirkimni izlaydim. İsmi Jamoliddin. Oqsab mangdu. Mushu taraflarda tijorat qilyotidi deb anglagan edim. Lekin u olgan javoblarning hammasi o'xshashla uning ko'nglini g'ash qiladi. Bilmaydi ekanmiz, anglamagan, ko'rmagan. Boshqa joylardan izlab beqing. Voy xudoyim, endi qanday qilg'uluq? İzdimigan joy qolmagan tursa, u bearam bo'lib, Jamoliddin, siz qayerda deb varqirg'isi kelib ketdi. Lekin bunda qilganning nim foydasi? U tog' davonlarni aylanib yurgan kunlarning birida tuyuqsiz bir xiyol uning qalbida pallada chaqnagandek bo'ldi-da, to'xtab qilib joyida turib qoldi. Biroz o'ylangandan keyin qaqaqlab kulib ketib, o'skilan burutlarini silab qo'ydi. To'g'ri, shunday qilish kerak. Endi u meni izdisin. Qo'zg'alonni oldi bilan men boshlay, o'zimni oshkorlay. Shundala u meni oson topalaydi. Bu hamon mangdigan yo'l. Buningdan boshqa yana yashash yo'li qolmadi. Qo'zg'alish kerak. Zulmni yo'qotish uchun qo'zg'alish kerak. Qo'zg'alish. Qo'zg'alon ko'tarib, mard o'g'lonlarni to'plag'ash turay. U shu xiyollar bilan Suvbash orqali yana Bulun ko'liga kelib, Bagmurod bilan ko'rishdi. Bu qitimmi Shig'ay yana ko'rinmadi. Uni so'rgan edi Bagmurod. Bugun 3 kun bo'ldi, uyga kelmadi. Ilgirg'u har kuni oqshomlari uyga kelib qo'nib ketadi. Mushu kunlarda kelmaydigan bo'lib oldi. Nim bo'ldi ekan tang, hech bilolmadim, dedi. Apla chataq bo'ldi. Uning bilan ko'rishdigan zo'r ishim bor edi. Bagmurod otga minib o'g'lini izlab ketdi. U shu ketgancha qorong'i tushgandila, yana o'zi yolg'iz qaytib keldi. Asharchilarni qo'yib bergili 3 kun bo'pti. Na ketdikin tang, u bangvash bola. Hech bilolmadim. Ta'xir qiling. Atgacha paydo bo'lib qolar. 1945-yili 8-oyning 11-kuni shanba, Ramazonning 2-kuni. Shig'ay kechsimi paydo bo'lmadi. Anjambay uni saqlamay tong sahardala yo'lga chiqdi. U Bagmurod bilan xo'shlashib, "Tog'a, Shig'ay paydo bo'lsa deb qo'ysangiz, u Muji, Mo'g'ul, Bo'ston taraflarga berib, Tahir, Zohirlarni izlab topsin. Ular men kelib bo'lgacha yaramliq odamlarni boshlab kelib,
o'ytaqda meni saqlab tursin. Miltiq qilichlarni alg'ach kelishni unutib qolmasin. Miltiqlarini deb tapiladi. Bugungi safaringiz qayoqqa? Opalga. Aql bo'lsin. Anjambay tarning davanlarini aylanib yurib bir ala yarliqdan o'tganda oldi tarafidagi agir to'qay chig'ir yo'lda yuk taqalarini ko'tirishib piyoda ketishayotgan bir necha odamga yetishib oldi. Ular bilan salomlashib o'tib ketib, ularning harg'in chiroyiga, jul-jul kiyim-kechaklarga ko'zi tushib qoldi-da, yuragi peshida ichishqandek bo'lib ketib, shu hamon otdan tushdi. Ondan kulib turib, "Kelinglar, og'inlar, yuk taqalarni otqa artayli, birdan bo'lsa-mo billamayli. Bu yo'lda yolg'iz odam zerikib qoldi ekan", dedi. Yuk taqalar otqa artildi. Ular bilan birga ketib, go'ng'ir-mo'ng'ir mundashdi. Ular Bulun ko'ldagi gazarmani yasashga tutilgan hasharchilar ekan. 3-4 yüzdek odam askarlarning nazoratida bir yildak ishlab, u qarg'ish tekkur gazarmani bitirib bo'lib, uylariga qaytish uchun ketib o'tibdi. Ularning orasidagi egiz bo'y, ustixonliq, turqidan texi balaligi chiqib turadigan bir yigit Anjambayga to'la sinchilab qarab, uni tonib qoldi. "Voy, bu Anjambay akam ekan-ku. Tas-tamas qaptiman, sizni tanimay qolg'ili. Men kichikimda sizni chilish so'rinlarida to'la ko'ratdim. U chaqda men chilish xumari edim. Qayerda chilish bo'lsa, men mo shu yerga chapatdim. Keyin chilishga qiziqmas bo'lib qoldim. Ko'nglimmo sovib ketdi. Nima uchun?" deb so'radi. Uningdan Anjambay hayron bo'lib, "Yiqilib tushdan qo'rqdingizmi ya?" "Yo'q-ey, chilishda yiqilish, yiqitish to'la gap. Lekin men boshqalarni yiqitib, yengolsamla tayoq yeydim. Yiqilib bermaganligimiz uchun mendek yor yo'lik yo'q odamlarni, ularning odamlari to'la urib, chilish so'rinlaridan tezdirib etdi. Menmo bizar bo'lib, chilish desa, neri qochadigan bo'lib oldim. Ota-onangiz yoki urug' tuqqanlaringiz?" Yo'q, hech nimam yo'q. Shu topda ketib borman, lekin nega berib, nega to'xtashni bilmayman. "Yurtingiz Toshmeliq, ismim Yo'lbos. Undaq bo'lsa", dedi Anjambay uninga kuyingandek holda. "Mening qishimda turing, menga ini bo'ling. Ma'qul bo'lsangiz, intayin xushal bo'laman. Navoda keyinchi mendan zeriksangiz, o'zingizning tanlashiga ma'qul bo'laman. Qandaq ma'qul bo'lamsiz? Barni tangyaymiz." Yo'lbos esa deb yig'lab soldi. "Rahmat, ming martam qo'shilaman. Endi mening akam, tog'dak yo'lanchukum bor bo'ldi. Ah xudo, himmatingga ishqalla." U yig'lamsirab turib, Anjambayning bo'yniga esildi. "Rahmat aka, menga qilgan yaxshiligingizni hargiz yerda qo'ymayman." Ular shu holda mundishib ketayotganda, kun petish tarafdagi egiz tog'lar orqasidan shamol aralash, qop-qora bulutlar turkum-turkumlab eqib kelishga boshladi. "Apla, chatoq bo'ldi. Havoning alpozi yomon turdi. Yomg'irda qoldigan bo'ldik. Avu davanning u tarafida bir kapi bor edi. Uzoq zamonlar bo'ldi. Bu taraflarga o'tmagili. Ilmi bormikin yo'lning bo'yida?" Ular yugurishib, hasirab o'midib, amdila texi kapining oldiga berishiga shivirg'anliq yomg'ir xuddi chilaklab chachqandek sharildab yig'ishga boshladi. Bu kapini o'z vaqtida yurt mo'tavarlari savoblikni ko'zlab, mushu cho'l jazirida bo'ron chapqun, qor yomg'irda qolganlarning panohlanishi uchun alohida tayyorlagan edi. Ular kapida choy qaynimidek o'ltirishdi, lekin yomg'ir to'xtaydigandek emas. Yana havo guldirlab, pal-pul chaqmoq chiqib turadi. Dal shu chog'da sirtda to'galarning sozib bo'zlagan, qo'ldirmalarning qo'ldironlagan ovozlari anglanishga boshladi. Yo'lbos sirtqa chiqib ketib, 4 otliq askar 10 to'gin yetilab Qashqar tarafdan chiqib kelyapti degan xabarni ilib kirdi. Iliqi ovoz taxi yaqinlashmay turibla, bir askar kapiga beshni tiqib kirib keldida, o'ltirganlarga miltiqini tanglab turib varqirdi. "Kapini bekor qilish, davlat armiyasining yuk taqilari keldi. Boshliq, bizga rahim qilsizlar, bizni haydab chiqarsizlar, sirtda yomg'irda qolamiz. Bu kapiga yuk taqilarmi, sizlarmi, bizmi, hammamiz patimiz. Yuk taqilarni biz akirishib beraylik.
dedi yo'lbos askarga yelinib yalvorib. Chiqish deyman. Biz sendek ro'dipaylar bilan birga turadigan qalandarlardan emas. Tiz bekorlash. Askar shundoq deb baqirabla yo'lbosning yoqasidan tortib, silkishlab uni sirtqa so'rdi. Anjamboy orqa tushib, "Ay, boshliq, xafa bo'lmaslar" deyishigila yiliqi askar, "Mang anangni" debla miltiqning payniki bilan Anjamboyning peshonasiga keltirib birini urgan edi. Anjamboy daldugunib ketdi va peshonasi yerilib qon jirg'ib chiqishga boshladi. Anjamboyni bu holda ko'rgan yo'lbos g'azab bilan u askarning quloq tubiga bir musht urgan edi. Askar o'ntisiga tushdi-da, yetib turibla yo'lbosga qaratib pang-pung 2 pay o'q atdi. Yo'lbos "Voy" debla maydasini tutib tomga yo'linib turib qoldi. Anjamboy etilib berib u askarning bo'yniga birini tepibla uning giliga dastlab turib, qo'lidagi miltiqni tortib olib, payniki bilan urib jinni oldi. Yo'lbos qarqirab turib, "Anjamboy aka, men uchun intiqomga olding, lekin qaq bala qazoga o'zing qolding" debla jon uzdi. Shu arada sirtda odamlarning bu tarafga qarab kelayotgan oyoq ovozi anglanib qoldi. Yigitlardan biri kapidan sirtqa beshni chiqarib qarabla cho'chib ketdi. "Opla, chatoq bo'ldi. 2 askar bu tarafga yugurib kelyotdi." Anjamboy shaqqida bir tarafga o'tdi-da, miltiqini betlab tayyor turdi. Uninggacha 2 askar kapi oldiga kelib bo'ldi. Anjamboy ularni 2 pay o'q bilan joylayotdi-da, bular yana bar o'xshaydi degan qiyos bilan sirtqa chiqdi. Degandek bir askarning ot chaptirib Bulungko'l tarafga qarab qechib ketayotganligini ko'rdi. Bu munofiq Bulungko'lga berib askar boshlab keldigan bo'ldi. Bu xiyol uning kallasidan g'ilpal kechdi-da, Shoman etig'i minib uning orqasidan qo'g'lashga boshladi. "Qani, sening Bulungko'lga yetib boralig'ingni ko'ray." U askarmi chapar bir nima ekan, qechib ketib ot ustida yanto bo'lib turib, Anjamboyga qaratib o'q yog'dirishga boshladi. U shu holda qechib oldidagi tog'ning do'qisiga yaqinlashib oldi. U ashu do'qining u tarafiga o'tib olsa, tutuq bermay Bulungko'l tarafga o'tib ketalaydi. Anjamboy uni qarg'a ilib 2 pay o'q atgan edi. U ablah otdan tikmonloq tushdi. Anjamboy uning qurolini elilish uchun uningga yaqinlab keldi. Dal shu chog'da eliqi do'qidan to'satdilla tumoqliq, oq qalpoqliq 7-8 dak otliq odam qurollarini ko'tarishgan holda chiqib keldi-da, Anjamboyni ko'ribla turib qilishdi. Anjamboymi ularga qarab joyida to'xtadi. Dal shu chog'da ularning orasidan biri, "Voy, Anjamboy aka, men Shig'oy, siz degan Jamoliddin degan akamiz mana mush kishi bo'ldi" deb to'lab turib yenidagi tumoqliq odamni ko'rsatdi. Anjamboy shundala ularga batlangan miltiqini asta pastga tushirdi. Shig'oy ko'rsatgan u odam otdan tushdi. Yenidagilarni agashtirib uning oldiga kelishga boshlagan edi. U sagaklashib u odamning turqiga sap soldi. O'ng putini so'rab mangadigan. Diqqat qilmasa uning oqsaydiganligini belgili bo'lmaydi ekan. O'zimi istixonliq. Uninggacha ular Anjamboyning oldiga kelib to'xtab, uning bilan salomlashdi. Hiliqi odam Anjamboyning bosh oyog'iga qarab, uningga bir qo'r sapsilib chiqqandan keyin, "Siz Anjamboy bo'lamsiz?" deb so'radi. "Ha, nomingizni anglagan. Bu qatim meni izlab ekansiz." "Shundoq, izlagan. Lekin siz o'zingizning men izlagan Jamoliddin ekanligingizga meni qandoq ishondirsiz? Siz-chu, sizmi o'zingizning meni nimishqa izlaydiganligingizni qandoq tushundirsiz? Avval siz ishondiring. Yo'q, meni siz izlagan, men sizni izlamagan. Shunga oldi bilan siz meni nima uchun izlaganligingizni ayting." Ularning talash tartishiga ichi pushgan Shig'oy gapga aralashdi. Bo'ldi, talashmanglar. Anjamboy aka, o'zingizni besib oling. Siz izlagan Jamoliddin degan odam dal mush kishi shu. Ishonsangiz bo'ladi." "Yo'q, uningdagi isbotni ko'rmaguncha ishonmayman." "Hey, Anjamboy og'ina", dedi oradan biri unlik to'g'lab. "Jahillik qilma. Bu Jamoliddin degan kishi bizning boshlig'imiz bo'ladi.
Sen izleyen adam dal şu. Mende tuz taam üstüde Kur'an tutup qasam qilishgan can dost ağinanın gepiga mo işenmemsen? Anjambay şunda qarapla onun barın yelkenlik Abla Mulla degan konu buradiri ekanligini tonidi. Onun bilan ko'rishmagili alayzal 4 yildan oshgan edi. Shundaq bo'lsa-mu, u uning gapiga parvo qilmadi. "Ya, isbotni ko'rsatsin." "Isbotni? Sizga kim shundaq deydi? Menda isbot bor deb." Turg'un? Jamoliddin cho'chib ketib uningga tikilib qarab, biroz turib ketdi. Andin past ovozda: "Uni qandoq taniysiz? U hozir qayerda?" deb asta so'radi. "Avval isbotni chiqaring. Andin men hammani sizga deb beraman. Menda o'zimning nom nishonamga pakt bo'lgan undaq isbot yo'q. Undaq demay, yuqoridan birinchi tugmangizni so'kib menga bering." U bu qitim talashmadi. Birdam Anjamboyga tikilib qarab turib ketdi. Andin chapanining yuqorqi birinchi tugmasini so'kib Anjamboyga berdi. Bu tugmaning orqa tarafida nayati inchga sizlagan, toza sap salmasa farq atkelimi bo'lmaydigan tugilgan mushning surati ostida yengni bilan jijibs yozilgan "Ozodlik" degan xat bor edi. Anjamboymi yanchuqidan xuddi shuningga o'xshaydigan tugmadan birini chiqarib, ikkisini silashtirib ko'rgan edi. Har ikkilisi bir-biriga o'xshashlar chiqdi. Endi gumonga o'rin qolmadi. Shundala ular quchoqlashib ko'rishdi. "Jamoliddin, Anjamboy!" Yağmur to'xtab, kiyim-kechaklar qurishga boshladi. "Turg'un bilan siz qandoq tanishgan? U hozir qayerda?" "Turma tanishgan. Uni qiynab o'ltirib o'tishdi." "Voy xudoyim, nima deydigansiz? U shundoq zirak, aqlli, puxta tursa, bu mumkinmi? Ah xudo, ajab qavul yigit edi. Uningga qo'chqar satqunlik qilibdi. Oldida ashu satqun o'zi oshkorlanib qopdi. So'roqda qiyin qistoqqa bardoshlik berolmay, Turg'unni oshkorlab qo'yibdi. Qo'chqar? Voy munofiq. U munofiqni bizning mush tashkilotimizga Turg'un tonishtirgan edi. Oxir berib u munofiq uning beshini yebdi. Lekin u faqat men bilan Turg'unla bilatdi. Lekin mening Toshqo'rg'on taraflarga ketganligimni bilmaydi. Boshqalarni bilmaydi, tonimaydi. Bo'lmasa hammamizning beshini yeydi ekan. Bizning bu mush tashkilotimizning maqsadi janubda qurolliq qo'zg'olon uyushtirish edi. Mana hozir mushu iroda bo'yicha uyushyapmiz. Anjamboy keyniga burilib qarab Shig'ayga alaydi. "Qo'yasini, Jamoliddin qishingda tursa, bilib turibmi menga demabsan? Qasdanga meni bir muncha avara qilibsan. Qarg'anda meni payloqchi, ishpiyonga o'xshatib qolgan o'xshaysan. Shundaqmi?" Shig'ay kuldi. "Yo'q, Anjamboy aka, undaq emas. Biz sirimizni xufiyani tutmasak bo'lmaydi. Jamoliddin akamiz bizga shundaq o'rgatgan. Men shu kuni sahardala Jamoliddin akamning qishig'i berib, sizning hamma ahvolingizni ham sizning uningga yetkazadigan muhim ishingizning borligini uningga xabar qildim. U ko'rishayli degan edi. Men shu hamon yugurib kelsam, siz allaqachon ketib qolgan ekansiz. Qo'g'lab yetisholmadim. Qaysi yo'l bilan manganligingizni mo bilolmadim. Shundaqmi Jamoliddin aka?" "Shundoq", dedi Jamoliddin kulib turib. "Men shu chog'da sizga ishongan. Qaysi payloqchi ishpiyonlar sizga o'xshash miltiqlarni obdan saqlanglar. Asqatadigan payt kelib qoldi degandek gaplarni qiladi. Bu gaplar sizning inqilobga tashnalik bilan talpinib turgan yurak sadolaringizning inkosi." Ular mungdashqach minib kech bo'lgandila kapiga kelishdi. Hasharchilar to'galarni bog'lab qo'yib, yo'lbosning jasadini yuvib, yerligini ko'lab bo'lib tayyorlanib turgan ekan. Darhol uning dafna namozi tushirilib, shu yerga dafna qilindi. Andin ular to'galarga ortilgan 20 sanduq ichidagi qilich, miltiq, tapancha, granat, yenik pilimot, o'q dora qatorli g'animat olgan qurollarni tekshirib ko'rdi. "Yaraysiz, tunji qitimliq jangda g'alaba qilib, shuncha ko'p qurol yarog'larni bizdan baldur qo'lga tushiribsiz", dedi Jamoliddin Anjamboyning mursiga yengil shapilab. "Sizdek tarsa mijozlik odamg'u ochiq kelsa har qanday ishni qilishdan yonmaydi. Qaramamsiz,
shuncha ko'p odamdan qo'rqmay, mening oldimni to'sib olib, mendan isbot talab qilib turib olganingizni. Odam boshqa kelganda shundoq bo'libmi qoladi ekan. Rost, boya siz shuncha ko'p qurol yarog'larni bizdan baldur degandek qildingiz. Aslida sizlarmi shundoq, bizmi ashu qurollarni deb bu tarafga kelgan. Yomg'irda qilib o'nkirning daldisida tursak, bu tarafda o'q ovozi anglanib qoldi. Nima bo'lgando deb o'ylab yo'lga chiqsak, siz bilan uchrashib qoldik. Qurollarni deb, undaqda sizlar bu qurol to'shig'anlarning bu yerdan o'tganligini bildikansizlar-da. Mavo shapshak taychoq bilyapti. Jamoliddin inki bilan sharatlab shig'ani ko'rsatdi. Qandoq bilib qolding? Anjamboy akangga deb bergina, anglab qolsin. Mengo ularning gapini tingshashqa barmagan, qomuzimni biz yotadigan gamida unutib qoptikanman. Zerikkanda ancha-muncha achilib o'ynaydik. İlbalay deb gamiga kirib qomuzimni izlab etib, ishik oldidan o'tib ketayotgan ikki askardan parangi quliqimga kirib qoldi. Beri yana beridan bu ambarni nimishqa bekorlaydi ekanmiz yoki yana akirib qo'ygan boshqa bir nima bo'lmasa deb odamni hardirib deb so'rasa, yana birining barmish. Mushu 3-4 kun ichida Qashqardan xilijiq qurol yaroq keladi ekan. Yana texi nurg'un askarlar kelib bizga qo'shiladi ekan deganini anglab qoldim. Shig'ay o'ynashqandek Anjamboyga tikilib qarab qo'yib, ko'zini qisib qo'yib, mening olg'inim shunchilikla gaplar edi. Ashu yo'qlan ikki og'iz gap bilan mushu yo'lni saqlab turg'ili mana bugun 3 kun bo'lib qoldi. Buningdan boshqa bu taraflarga yuk to'shadigan harvalar mang'alg'idek tuzukroq yo'lmi yo'q? Ey haromzoda, dedi Anjamboy uni amdala xat tortishga boshlagan burutini chimdib qo'yib. Bu hargiz yo'qlan gaplar emas, balki jinga to'xtaydigan gap. Xo'sh do'stim, amdi siz qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? deb so'radi Jamoliddin Anjamboyni bir yonga tortib. Sizning mo o'ylaganlaringiz bordi. Ko'nglingizdagini tortinmay davring. Bu yerda yot odam yo'q. Men hayotimni jangga atab qo'ydim. Qabul qilsangiz sizlar bilan billa jangga qatnashaman. Bo'lmasa-chu. Menmo qo'zg'olon ko'tarib, o'z oldimga qo'shin to'playman. Zolimlarga zarba berib, yo'qso'z ojizlarga yor yo'lak bo'laman. Paqpa, qaltis bilan gap bo'ldi-ku bu. Qaraysiz, bo'ldigan gapni qildingiz. Biz sizni habballi deb qabul qilamiz. Bizga sizdek botur odam kerak. Siz degan bizning o'z odamimiz. Allaqachon qabul qilinib bo'ldingiz. Biz endi jim tursak bo'lmaydi. Shunga oldi bilan Qosim Toshni tepib, uningga ahvolni doklad qilayli. Buningdan keyingi qildigan ishlarimiz to'g'risida uning ko'rsatmasini anglagandan keyin ondan bir nima deyishayli. Sizchi bo'lamdi? Qosim Tosh, u kim? Bizning mushu atroflarda qo'zg'olon uyushtirishga rahbarlik qildigan odam. Sizning boshligingiz? U kishi Baldur hokim bo'lgan ekan. Keyin Shingishsayning turmusidan qochib chiqqan, yuraklik, qo'rsqida umichi bor, o'qimishliq odam. Toshqo'rg'ondagi elidan kelgan rahbarlarmi unga xili ixlos qiladi, gapini yirmaydi. Ular mundishayotganda Jamoliddinning odamlarimi jim turmadi. O'ylariga qaytib ketayotgan heliqi hasharchilar bilan mundishib, o'zlarining qo'zg'olon qilish irodasini bildirishdi. Ularning bu qattiq irodasi jahondan joq to'ygan bu hasharchilarga yog'dak yoqdi. Ular xuddi qorong'u kechalarda yo'l topolmay gangrab qolganda, pallada mash'al yinib, yo'lla yop-yo'ruq yuritilgandek, go'yo chanqagan yurak suv ichib tashnaligi qongandek, shundoq tatliq huzurlanib ketishdi-da, shu an churqirashqili turdi. Qo'zg'olonga menmi qatnashaman? Menmi faqat mushu yo'lda qoldi. Qo'zg'olonchilar tugunlarning qo'ldirimlarini elib o'tishdi-da, havoning echilishini saqlab xili uzoq turib qilishdi. Lekin havo suzilmadi. Osmonda yanala qop-qora bulutlar laylashib, pal-pul chaqmoqlar chiqilaverdi. Endi yomg'irdan qo'rqib bu yerda yana turaverishga texmi bo'lmaydi. Bu yo'l usti tursa, kechida odam o'tmaydi degani bo'lmaydi-da. Shunga ular sizilib qolmaslik uchun ot tugalarni yetlab, tun qorong'usida jilg'alarni yondab minib, tog' orsiga kirib ketishdi.
17-bob tugadi.